ta speaker beriladi va 4 ta odam 4 xil joyda o'z nutqini gapiradi. 3-part kutib oladi va 3-partimiz xuddi shu tartibda sizga beriladi. Sizda javob topayotganingizda distraction bo'lishi mumkin. Ya'ni ushbu savol turi haqida kichik nazariy bilimlar beradigan bo'lsak, demak siz assalomu alaykum. Men Qurbonova Nasiba, multilevel tizimi bo'yicha C1 darajaga ega o'qituvchiman. Shu kunga qadar, ya'ni 6 yildan oshiq vaqt mobaynida ingliz tili o'rganuvchilariga o'z bilim va tajribalarimni bo'lishib kelganman. Hozirda esa Mentor School o'quv markazida ingliz tili fanidan dars berib kelmoqdaman. Mentor School bu shunchaki o'quv markazi emas. Mentor School samarali bilim va do'stona munosabat yaratib beruvchi maskandir. Biz jamoamiz bilan birgalikda sizlarga samarali va foydali bo'lishi uchun katta mas'ul shtabda onlayn marafonga start berdik. Ushbu marafon doirasida siz juda ham tajribali o'qituvchilar tomonidan tashkil etilgan darslar yordamida multilevel tizimida ingliz tili darajangizni 1 yoki 2 daraja yuqoriga ko'tarib olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Yana bir bor assalomu alaykum. Bugun birgalikda men Nasiba siz bilan listeningning 3-partini birgalikda ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. Savollar varaqasi 2-partni ishlab bo'lganingizdan keyin sizni 3-part kutib oladi va 3-partimiz xuddi shu tartibda sizga beriladi. You will hear people speaking in different situations. Demak, odamlarni sizga har xil vaziyat haqida gapirishlarini eshitasiz. O'quvchilarning ko'pchiligida savollarning berilishini e'tiborsiz qoldirish holatlari ko'p uchraydi. Bu part 3 uchun eng katta qilingan xato deb o'ylayman. Chunki part 3 berilishida sizga odamlar qayerda, qanaqa holatda yoki siz nimani topishingiz kerakligi aniq berilib o'tilgan bo'ladi va bu narsani e'tiborsiz qoldirsangiz, javobni topishingiz nisbatan qiyinlashadi. Keling, berilishni o'qib ko'ramiz. You will hear people speaking in different situations. Demak, sizga odamlar har xil vaziyatlarda berilgan nutqlari eshittiriladi. Match each speaker to the place where the speaker is. Demak, gapirayotgan odam qayerdaligini topishingiz kerak. There are 2 extra places which you don't need to use. Demak, 2 ta ortiqcha javobimiz bor va u javoblarni siz ishlatmasangiz ham bo'ladi. Mark your answer on the answer sheet. Demak, savollarni ishlab bo'lganingizdan keyin javoblar varaqasiga ko'chiring. Demak, bizga 4 ta speaker beriladi va 4 ta odam 4 xil joyda o'z nutqini gapiradi. Ularning nutqiga qarab, ular qayerdan gapirishayotganini biz topib berishimiz kerak. Bu bitta misol, lekin boshqa misollarda, demak, odam nutq so'zlaydi, u kimga qarata so'zlayotganini topishingiz kerak. Do'stiga, turmush o'rtog'iga, sinfdoshiga, o'qituvchisiga yoki bo'lmasa qaysidir bino haqida gapirayotgan bo'lishi mumkin. Maktab haqida bo'lishi mumkin, bog'cha haqida, universitet, markaz. Xuddi shu ko'rinishdagi savollar turlicha bo'lishi mumkin. Demak, bugun biz ko'rib chiqadigan savolimizda, demak, odamlar qayerdadir turib gapirishyapti. Biz ayni ular qayerda turib gapirishayotganini topib berishimiz kerak. Endi esa sizga ushbu savol turi haqida kichik nazariy bilimlar beradigan bo'lsak, demak, siz bitta gapni o'ziga qarab javobni olmasligingiz kerak. U yerda to'liq kontekst sizga eng muhim javob bo'lib hisoblanadi. Chunki o'tgan darslarimizda tushuntirib o'tgan distractionlar bu yerda ham bor, bu yerda ham juda ko'p uchraydi. Ayni mana shu yerda sizga 2 ta ortiqcha javob bor deyildimi? Mana shu 2 ta ortiqcha javob sizda javob topayotganingizda distraction bo'lishi mumkin. Ya'ni maktab haqida gapirayotib, universitetga aloqador qanaqadir keywordlar qo'shib ketilishi mumkin. Siz u yerda universitetni olib qo'yishingiz mumkin. O'shalarga e'tibor berasiz va bitta gapni o'zidan javobni emas, demak, butun kontekstni o'ziga qarab javob topishga harakat qiling. Demak, eshitishdan oldin bajariladigan ishlarimiz bor. Bu yerda ham kalit so'zlarni alohida e'tiborga olishimiz kerak va sizga berilgan A dan F gacha qismdagi so'zlarni tarjima qilib chiqishingiz kerak. Misol uchun, at a wedding, to'yda, at a birthday party, kimningdir tug'ilgan kunida, at a leaving party, demak, partida, ketish partisida, in a university lecture hall, demak, universitet ma'ruza zalida, at a funeral, ta'ziya marosimida, in a class, sinf xonasida. Demak, bularni siz bilishingiz kerak. Demak, gapirayotgan 4 ta odam shu joyning 4 tasida, shuni inobatga olib javoblarni topishingiz kerak. Keyin yana bitta berib o'tishimiz kerak bo'lgan nazariy ma'lumot shundaki, 2023-yilgacha part 3 B1, B2 daraja hisoblansa ham savollar C1 darajada qiyinlik darajasida tushgan. Lekin oxirgi 2 yil davomida bular to'liq ayni B2 darajani o'zi darajasidagi savollar tushyapti va umid qilamanki, siz bu savol turini ko'rib chiqayotganingizda hech qanday qiyinchiliklarga uchramaysiz. Keling endi ushbu 15 dan 18 gacha bo'lgan savollarni birgalikda ko'rib chiqamiz. 1. Okay, sit down and be quiet, everyone.
It's good to see you all back after the Christmas holiday. Now, I don't want to worry you or anything, but this is a really important part of the year. What you learn between now and June will affect which university you go to, and that may determine your entire future. So you're going to have to work really hard right from the start. Demak, mana audio qo'yib eshittirildi va audioni keling javoblarni topishdan oldin birinchi birgalikda tahlil qilib ko'ramiz. Nima haqida gap ketdi? Demak, bu boshlanishidagi gapga qarab bemalol tahlil qilsak bo'ladi. Bu o'qituvchi, chunki demak tinchlaning va joylashib oling deb aytildi u yerda. Demak, bu o'qituvchi. Demak, o'qituvchiga qarab bizda ikkita to'g'ri javob bo'lishi mumkin. Bu bittasi in a class, ikkinchisi in a university lecture hall. Endi bitta narsaga e'tibor bering. Agarda sizga lectural hall bo'lsa, u yerda qanaqadir scientific ma'lumot beriladi. In a class bo'lsa, bu maktabga, sinfga o'qishga aloqador masalalar ko'tarilib gaplashiladi. Endi bu yerda nima haqida gap ketdi? Demak, Rojdestvo bayramidan keyin sizni ko'rib turganimdan xursandman. Va hozir boshlangan o'quv jarayonimiz bu juda ham muhim o'quv jarayoni sanaladi va siz olgan bilimlaringiz keyingi universitet bilimiga ta'sir qiladi. Shu ko'rinishdagi, demak, u yerda nutq aytildi. Demak, bulardan qaysi biriga to'g'ri keladi? Lectural hallgami yoki in a classgami? Ha, albatta, demak ta'kidlaganimizdek, bu F javobga to'g'ri keladi va bu sinfxonada qilingan suhbat hisoblanadi va speaker 1 ga biz F javobni belgilab olamiz. As you all know, Tom and I go back a long way. Since we were students at university together, in fact. We've had some great times together. Lots of adventures and experiences too. We've had our ups and downs now as well. But more ups than downs, I have to say. Isn't that right, Tom? So, it's with great pleasure that I ask you all to raise your glasses in a toast to Tom and Susie on the happiest day of their lives. Tom and Susie! Xo'sh, demak bu yerda o'zi muhit ham, shovqin ham o'zi aytib turibdi qayerdaliklarni. Mayli, keling nutqni bir tahlil qilib chiqamiz. Demak, nutq so'zlovchi gapni boshladi. Demak, biz kursdosh bo'lganmiz. Demak, o'qish jarayonida bizda ups and downs, juda ham qiyinchiliklar ham, yaxshi kunlar ham bo'lgan, lekin yaxshi kunlarimiz juda ham ko'p bo'lgan. Endi keling, Tom va Suzyning baxti uchun qadah ko'taraylik so'zlari aytildi. Endi bu yerdan qaysi biriga to'g'ri keladi? Keling. Demak, birinchisi aytib berding. To'g'ri kelishi mumkin. To'yda qadah ko'tariladi. At a birthday party. Birthday party bo'lganida ikkita odam uchun qadah ko'tarilmasdi, bitta odam uchun yoki kimgadir sog'liqlar tilangan yoki yaxshi wishlar berilgan bo'lishi mumkin edi. At a leaving party ham bo'lishi mumkin emas. Universitetga umuman aloqasi yo'q bu nutqni. At a funeral esa bo'lmasligi aniq. Demak, bizda eng to'g'ri tushadigan javobimiz bu A javob, ya'ni to'yda aytilgan nutq edi bu. 3. I'd just like to say a few words, everyone. Neil has been an important person in this company. He has organized many excellent conferences and has run his department with enthusiasm and drive. We may not always have agreed with all his ideas and initiatives, but I'm sure you'll all agree when I say we'll all miss him, especially his colleagues in marketing who dealt with him on a day-to-day basis. Demak, bu audiodan ko'rinib turibdiki, bizga yordam beradigan bir nechta keywordlar, kalit so'zlar aytildi. Masalan, colleague, we miss yoki mesela company yoki mesela conference so'zlar aytildi. Bu so'zlarga qarab ham javobni topib olsak bo'ladi. Birinchi bitta tahlil qilib olsak, demak bu yerda Nil juda ham yaxshi bizning kompaniyamiz a'zosi edi. U juda ham ko'p konferensiyalar tashkil qilgan edi. U juda ham ishtiyoq bilan ishlarni olib borgan edi o'zining bo'limida va o'ylaymanki bunga hamma rozi bo'ladi va biz uning ketishidan biz uni albatta sog'inib qolamiz tarzidagi gaplar aytildi va bu yerda at the leaving party, ya'ni ketish marosimi, ya'ni kimnidir ishdan kuzatish marosimi bo'layotgani ko'rinib turibdi. Demak, speaker 3 ga biz C javobni olamiz, ya'ni at the leaving party. 4. Ladies and gentlemen, thank you all for coming on this sad occasion. Diana would be so pleased to know
that she had so many good friends and indeed so many kind relatives. I'd like to say a special thank you to those who have made long journeys to be here. Our nephews from Australia and our cousins from South Africa, who have made such an effort to be here today. Demak, bu yerda o'zi nutq boshlanishi bilan qaysi javob to'g'riligini bilib olishimiz mumkin edi. Bu demak sad occasion edi, ya'ni juda ham g'amgin holat bo'lyapti va biz uzoqdan kelgan, Avstraliyadan, Afrikadan kelgan jiyanlarimizga rahmat aytamiz. Agarda o'zlari shu yerda bo'lganda xursand bo'lishardi, gaplari aytildi va bu kimningdir dafn marosimidan nutq so'zlanayotganini ko'rsatib turibdi va 4-spikerga javobimiz bo'ladi at a funeral, ya'ni ta'ziyadagi, janozadagi holat bu yerda nutq so'zlandi. Shu bilan listening part 3 ga atalgan darsimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bizni kuzatishda davom eting va YouTube sahifamizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi darslarda ko'rishguncha